Hi everyone, how are you today? I'm fine. Today we will learn opposite words. Assalomu alaykum hammaga. Ahvollaringiz qanday? Men yaxshiman. Bugun sizlar bilan qarama-qarshi so'zlarni o'rganamiz. Birinchi navbatda biz sizlar bilan opposite wordslardan misol ko'ramiz va ularni gaplarda ishtirok ettiramiz. Men nima desam, o'shani takrorlaysizlar, ya'ni inglizcha so'zlar. Big, big, katta. Small, small, kichkina. This box is big. This box is big. Bu quti katta. This pen is small. This pen is small. Bu ruchka kichkina. Hot, hot, issiq. Cold, cold, sovuq. This coffee is hot. This coffee is hot. Bu kofe issiq. Bu kofe issiq. This water is cold. This water is cold. Bu suv sovuq. Fast, fast, tez. Slow, slow, sekin. Horse is fast. Horse is fast. Ot tez. Turtle is slow. Turtle is slow. Toshbaqa sekin. Toshbaqa sekin. Fat, fat. Semiz. Sin, sin. Ozg'in. The boy is fat. The boy is fat. Bu bola semiz. Bu bola semiz. The girl is thin. The girl is thin. Bu qiz ozg'in. Bu qiz ozg'in. Endi esa sizlar bilan ekranlaringizda ko'rinib turgan gaplarni talaffuzini qilishga harakat qilib ko'ramiz. Tarjimasini esa o'zlaringiz qilib olasizlar. Qani ketdik. My cat is fast. My cat is fast. My turtle is slow. My turtle is slow. Her balloon is small. Her balloon is small. His dog is big. His dog is big. My food is hot. My food is hot. Her food is cold. Her food is cold. The snake is thin. The snake is thin. The sheep is fat. The sheep is fat. Endi esa sizlar bilan kechayotgan mavzumiz present simple tense ni takrorlaymiz. Qani ketdik. Ekranlaringizda ko'rinib turgan formula va tarjima. Bu eng muhim narsa. Endi esa sizlar bilan misol ko'rib chiqamiz. I wake up 8 a.m. I wake up 8 a.m. Men ertalabki soat 8 da uyg'onaman. Men ertalabki soat 8 da uyg'onaman. Ya'ni aman qo'shilyapti. Keyingi gap I do my homework 6 p.m.
I do my homework 6 p.m. Men uyga vazifalarimni kechki soat 6da qilaman. Men uyga vazifalarimni kechki soat 6da qilaman. Endi esa sizlar shunga o'xshagan ikkita gap, jumla tuzasizlar. Endi esa sizlar bilan qisqa savol-javob o'tkazamiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan savollar. Men bu savollarni sizga beraman va siz bularni tarjima qilasiz. J harfi bilan belgilangan javoblardan birini tanlab javob berasiz. Qani ketdik. Is your bag big or small? Is your bag big or small? Keyingisi. Is your cat fat or thin? Is your cat fat or thin? Keyingisi. Is your tea hot or cold? Is your tea hot or cold? Keyingisi. Is your dog fast or slow? Is your dog fast or slow? Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Endi esa sizlar bo'lgan vazifa opposite words, ya'ni bugun o'tgan mavzumizdagi so'zlarni gapda qo'llab ikkita jumla yozasizlar va keyingisi kun tartibini kecha o'tgan, bugun esa takrorlagan present simple tense zamonimizda yozasizlar. Bu 5 ta ketma-ket gapdan iborat bo'lishi kerak. Xayr.